Türkistonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatı 8-sentabr kuni axborot e'lon qilib, G20 davlat guruhini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, bu qirg'inchilikning dunyoning har qaysi joylariga kengayishiga qarshi turishga chaqirdi. Axborotda Yangi Dehlida o'tkaziladigan G20 davlat boshliqlari yig'inidan burun Sharq Turkiston surgunda hukumatı dunyo rahbarlarini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasiga qarshi turishga chaqiriq qildi. G20 davlatlarining ichidagi Fransiya, Kanada, Angliya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan G'arbdagi 10 davlatning parlamentlari va Amerika hukumatı Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Simvollik e'tirof qilishlarga qaramay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga o'xshash qurilishlar, G20 ga o'xshash ta'sir kuchi kuchli bo'lgan xalqaro organlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun unumli harakat qo'llanmadi. Bu harakatsizlik, jazosizlik Xitoyning zulmni izchil yurgizishiga ilhom berdi. Xitoy raisi Xi Jinping oldingi oyda Afrikadagi kesak davlatlar boshliqlar yig'inidan qaytgandan keyin Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni izchil yurgizishda ching turadiganligini ta'kidladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Usmon Yag'ma Xi Jinpingning Sharq Turkiston ziyorati jarayonidagi eng oxirgi so'zlari biz xili burunli bo'ladigan bir nuqtani, ya'ni Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizishini izchil davomlashtiradiganligini jazmlashtirdi. Jaholat harakatsizlikka qalqon bo'la olmaydi. G20 davlatlari bu zulm bilan kurash qiladi yoki quliqini gaz qilib sukutni davomlashtirib, oxirigacha zulmga o'rtoq bo'ladi, dedi. Xalqaro tartibning va dunyoning oldingi qatordagi davlatlarning vakili bo'lish sifati bilan G20 davlatlari guruhi Xitoyning Sharq Turkistonda davom qildirayotgan 21-asrdagi eng chong insonparvarlik krizisi, irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakat qilishdagi axloqiy va jug'rofiylik siyosiy majburiyatga duch keldi. Bu krizisga sal qarash Sharq Turkistondagi turk xalqining izchil azob-uqubat tortishini keltirib chiqarib qolmay, yana xalqaroliq prinsiplarning uzun muddat yimirilishi va dunyo yer shari egalik huquqining xavfga duch kelishiga yo'l ochadi. Dünya Xitoydan oladigan qisqa muddatlik iqtisodiy manfaat badaliga uning yer shari bexatarligiga elib keladigan strategik tahdidiga ko'z yummasligi kerak. Sharq Turkistondagi jug'rofiylik siyosiy insonparvarlik krizisining ta'siri axloq doirasidan xeyli chatnab ketdi. Sharq Turkiston Xitoy iqtisodiy va yer shari zamonaviy texnikasi uchun intayin zarur bo'lgan mo'l neft, tabiiy gaz va kam uchraydigan mineral modda qatorliq tabiiy boyliqlarga intayin muhim strategik ahamiyatga ega. Xitoyni Yevropa, Afrika va Osiyoning boshqa joylariga tutashtirib, Xitoyning ta'sirini kengaytirishni maqsad qilgan iqtisod va ul asliya turi bo'lgan Xitoyning ulug'vor bir balvoq bir yo'l qurilishini taraqqiy qildirishida intayin muhim jug'rofiylik ahamiyatga ega. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Sharq Turkiston Xitoyning dunyo texi bilib yetilmagan insonning tenini shurkundiradigan dunyoviy xiroslarining xabarchisi. Xitoyning mustamlika qilish, menga yuyish va yo'qitishdagi rayimsiz taktikalari faqat biz bilan cheklanib qolmaydi, balki dunyoning har qaysi joylarida qo'llaniladigan qilibdir. Agar Xitoyning qabih jinoiy qilmishlari va dunyo bilolmayotgan kengayishi davomlashsa, butkul dunyo misli ko'rilmagan darajadagi bu g'alati strategiyalarning qo'rqinchli darajadagi kengayishiga tayyorlik qilish kerak, dedi. Sharq Turkistonda insonlar hayotidan ayrilayotgan, aileler parçalanayotgan ahvol ostida G20 davlat rahbarlarining yig'indagi tanlashlari muhim ahamiyatga ega. Sukut va harakatsizlik bu davlatlarni voyaga yetkazib qilingan inson haqlari dafsanchilik jinoyatiga o'rtoq qilib qo'ymasdan, balki yana qo'rqinchli yer shari og'ir oqibat keltirib chiqaradigan strategik xatolikqa vakillik qiladi. Sharq Turkiston masalasi faqat Uyg'ur masalasi emas, balki xalqaro kishilik huquq va yer sharining muqimligi masalasidir. Shunglashqa G20 davlat boshliqlari guruhi rahbarligidagi tez va birlikka kelgan harakat tavsiya qilishga ehtiyoji bo'lmagan, qilinishi kerak bo'lgan harakatdir. Sharq Turkiston surgunda hukumati G20 davlat boshliqlari guruhining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora ayblashini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidagi Sharq Turkiston da'vosini qo'llashini, Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga panohlik berishini,
Xitoy istihbaratining Sharq Turkiston xalqi va G20 davlatlarining bexatarligiga qilayotgan tahdidiga qarshi turishini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Sharq Turkistondagi insonlik krizisini hal qilishga chaqiriq qilishini, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklashini, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning Xitoyning mustamlikasidan qutulib, mustaqil bo'lishini qo'llashini talab qiladi deyildi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti elan qılğan məzkur axbaratni IP xəbər tori 8 sentabr günü, Hindistan News Vibes xəbər tori 9 sentabr günü təfsili xəbər qıldı. Vibes News xəbər kanalının bildirişçə 2 gün davamlaşıdığan G20 dövlət başlıqları yığını ətə Yeni Dehlidə başlanır ekan. Yığınğa Amerika prezidenti Joe Biden, Angliya baş ministri Rishi Sunak ve Fransiya prezidenti Emmanuel Macron qatarlıq a'zo davlatlarning yuqori darajalik rahbarlari, Xitoy raisi Xi Jinpingning o'rniga Xitoy bosh ministri Li Qiang qatnashir ekan. Norvegiyaning 1 trillion 400 milliard dollarlik mablag' fondi Xitoydagi ishxonasini taqaydi ekan. CNN savdo xabar torining 8 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, dunyoning eng chong egilik huquqliq mablag' fondini boshqarish huquqiga ega Norges bankisi Şanghaydagi ishxonasini taqash musobaqasini boshlagan. Bu dunyodagi asosli shirkatlarning dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavdadagi tijoratini chekindiradiganligining yana bir belgisi ekan. Norvegiyaning 1 trillion 400 milliard dollarlik hukumat kutunish fondini boshqaradigan bu shirkat dunyo paycheki bozoridagi eng chong mablag' solg'uchi bo'lib, 2022 yilning oxirisidan boshlab dunyodagi 850 Xitoy shirkatining 42 milliard dollarlik pay bahosiga ega ekan. Bu mablag'larning kelgusida Singapurdagi Osiyo markazidan boshqariladiganligi bekitilgan. Norges bankisi Shanghaydagi ishxonasini taqash qarorining tijorat endüstrisi sababidan ekanligini, bu fondining Xitoydagi mablag'lariga yoki mablag' solish strategiyasiga ta'sir ko'rsatmaydiganligini aytgan. Shirkatning aytishicha, hozir uning Shanghaydagi ishxonasida 8 odam bor bo'lib, buning ta'siriga uchraganlarni yerlikning talabiga asosan o'rinlashtirdi ekan. Norgesning tijoratini Xitoydan yutkishi xalqaro mablag' solg'uvchilarning Xitoyda savdo qilishdagi aniqsizligining kuchayishiga mos kelgan. Amerikaning Washington DC'da yashayotgan Uyg'urlar Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish harakatini xalqaroning qo'llashiga erishtirish uchun pat-pat Oqsaroyning oldiga yig'ilib namoyish o'tkazib, xalqaro jamiyatdan yordam talab qildi. Amerikalik Uyg'ur Salih Xudoyor mustaqillikni talab qilayotgan Uyg'urlarga yangi ulgu tiklab berdi. Uning mustaqillikni asliga keltirishdagi tavranmas irodasi Uyg'urlarning ro'yiga ta'sir ko'rsatib, umid tug'dirdi. Sharq Turkistonliklarning mustaqilligi uchun atgan qadamini bir qadam oldiga surdi. Nobel adabiyot mukofotiga sazovor dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim ulamolarda chirigilik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashishi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozgan. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarta siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarta haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdirish badaliga millatning mavjudlik krizislariga ziyonli rol o'ynaydigan taraflardan ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorli xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi. Takasur surasining 8-oyatida har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar deyilgan. Burhan Muhammadning millat zulm ostida emas, qirg'inchilikda nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.